kimni nomai amali chap tarafdan beriladigan bo'lsa, ana shu kishi aytar ekanki, fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya. Kimni nomai amali chap tarafdan beriladigan bo'lsa, holimga voy bo'lsin, holimga maymunlar yig'lasin. Koshkiydi menga shu hisob kitob qilingan, yozuv chizuv qilingan amallarim menga berilmasa edi deydi ekan. Hatto mana hammamiz o'qib yuramiz, qiyomat kuni hozir birorta odamni hayvon desangiz, masalan, qo'pol so'zni aytsangiz, jonivorga tenglashtirsangiz, shu xafa bo'lib ketadi o'sha odam. Nega sen meni yomon haqorat qilyapsan deydi. Qiyomat kuni chorvalar, hayvonot olamini hammasi tuproqqa aylanib ketadi. Hammasi. Shunda nomai amallari chap tarafdan berilgan odamlarni bitta-yu bitta orzusi bo'lar ekan. Shu hayvonot olamiga o'xshab tuproqqa aylanib ketsa edim der ekan. Ya laytani kuntu turaba. Koshkiydi tuproqqa aylanib ketsam edi deb aytar ekan. Biz Allohdan so'raylikki, o'shalardan bo'lib qolmaylik. Hozir imkoniyatimiz bor yaxshiliklar qilishlikka. Allohdan so'raymizki, nomai amallarimiz bizlarni o'ng tarafimizdan berilsin. Va wala madri ma hisabiya. Hisob kitob nimaligini ham bilmasam edi. Koshkiydi o'tgan hayotim, hayoti dunyoyim shu oxirgisi bo'lganda edi. Qayta tirilib hisob maydoniga kelmasam edi degan so'zni aytar ekan. Bu dahshat, Alloh asrasin. Hozir shuni aytilyaptiki, hisob kitob qilingunimizga qadar o'zimizni etaklarimizni yopib olishimiz, yotib qolib shifga qarab yotganimizda tavba tazarru qilishligimiz kechroq bo'ladi. Hozir fursati. Yurib turibmiz. Imkoniyatimiz bor. Ana shu imkoniyatlardan foydalanib qolishligimiz kerak bo'ladi.